Siyasi vaziyetler, dünya iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranida. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Bugün diqqətinizə sunduğumuz Xitayda yana bir yeni virus bayqaldı. Xitayning tarqatgan xəbərlərə əsaslanganda Xitayda yana bir Shinbolia virus nomli bir virus tarqalgan. Bu virusdan 60dan ortiq Xitay yuqumlangan bo'lib, bugungacha 7 Xitay o'lgan. Bu virus bir qurtqa o'xshash hasharotdan tarqalgan bo'lib, u odam badaniga ichkirilib kirib zahar soladi ekan. Ondan yuqumlangan odamlar orqali bir-biriga yuqadi ekan. Bunun tarqalishi qandaq bo'ladi? Xitoy virusga o'xshash kengri tarqalish ehtimolligi bormi? Buni diqqat bilan kuzatish to'g'ri keldi ekan. Xitoy o'lkalarining Jiangsu, Anhui o'lkalarida paydo bo'lgan bo'lib, hozirga qadar Jiangsuda 37 Xitoy yuqumlangan, Anhuida 23 Xitoy yuqumlangan bo'lib, bugungacha 5 Xitoy o'lgan. Buningdan ko'p bo'lish ehtimolligi yuqori ekan. Odam badanida ko'rilgan alomatlar bo'lsa, qizish, oqqan va qizil qon damchalari tuvallash, ichki reys a'zolari zaxmlanish ahvollari ko'rildi ekan. Yuqumlanish yo'li bo'lsa, teri va qon orqali yuqadi ekan. Odamlar orqali yuqish ehtimolligi yuqori bo'lish bilan birga o'lish nisbati yuqori ekan.